video olishda davom etamiz. Bizda shu kuryerlik xizmati mavjud. Bugungi kunimiz 18 midi bugun? 18-yanvar yakshanba kuni. Bugun Qo'qon bozorida ham bozor bo'ladi. Assalomu alaykum. YouTube'ga video olayotgandim. Qanchadan paypoqlar? 2,5 mingdan. Hammasimi yo 2,5 ming so'mligi ham bor? Hammasi 2,5 mingdanmi? Unalar hammi? Hammasi. Ozlarmi? Ular qimmat bo'lsa kerak. Monolari bor, yuqalari 2 mingdan. O'ta qalinlar. Ular 2 ming so'm ekan, bular hammasi 2,5 ming so'mdan ekan. Pachkana ha? Pachkagami? Pachkaga 25. Hammasi 2,5 ming so'mdan ekan. Detskilar ham ki mana chetida momog'i bor. Mana ular ham 2,5 ming so'mdan ekan. Menimcha eng qaygacha menimi? Mana Moskoygacha. Moskoylar ham 2,5 ming. Mana qalinlar ham 2,5 mingdan o'g'il bolalar ekan. Hammasi birinchi sortmi? Ikkinchi sortmi? Birinchi sortlar mana o'rta qalinlar birinchi sort. Ikkinchi sort tozasida. Birinchi sort bilan umuman farq qilmaydi. Mana ikkalasi mana. Qarang. Bunisi bir, bunisi ikki. Ikkalasi umuman farq qilmaydi. O'rta qator birinchi sort ekan, bu ham ikkinchi sort deb sotyapti, lekin toza birinchi sort bilan tegma-teng razza qilmaydi deyishyapti. Buni birinchi sort qancha? 2 ming. Bu ham 2 ming so'm. Bunisi-chi? Bu ham 2 ming. Birinchi sort ham ikkinchisi. Ikkalasi ham bir xil ekan, faqat xullas shunaqa gaplar. Birinchi sort bilan birga bir xil ekan. Ichidan hali nima chiqmaydi, xullas defekt chiqmaydi. Ichidan anaqa defekt chiqmaydi deyishyapti. Mana shu birinchi sort hisob ekan. Narxi 2,5 ming so'mdan ekan. Hammasiga 2 ming so'mliklar bor ekan. O'rta qalinlikda shu buni fevral, mart oylariga, bahor oyiga kiysa bo'ladigan ishlardan bor ekan. Dona yo'q aslida. Hammasi pachkaga 2,5 ming so'm, 2 ming so'mdan ekan. Nomerni qo'yakmi? Telefon nomer qo'yakmi YouTube'ga? Yo'q, blogermisizlar. Ha? Nechilik? 70lik 109 94 19 raqamiga murojaat qilinglar. Bizda yuk yig'ib berish xizmati mavjud. Kuryerlik xizmati nomerlarimiz 33lik 309 41 87, 93lik 309 41 87. Bozorlaring bersin. Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizga kirsalang, mayda hamma ishlarni narxlarigacha qo'yib boramiz, razmerlarigacha. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Qanchadan paypoqlar? Bir boshda shuni aytavering, YouTube'ga olayotganim video. 2,5 ming 2,800 so'mdan ekan. Keyin mana bu yerda katta uzun paypoqlardan ham bor ekan. Bular qanchadan uzunlar? 7 ming so'm ekan mana uzun paypoqlar. 2 ming so'm, 2,5 ming so'm, 2,700 so'mdan boshlanar ekan paypoqlar. Telefon nomer qo'yakmi YouTube'ga? Telefon nomer qo'yakmi YouTube'ga? Telefon nomer shart bas deyishyapti. Bular kimdan? Bular nech? Egalari yo'q deyishyapti. Juda ham chiroyli ishchilar ekan. Qizchalarni, gamarlarni, nishimchalari, qo'ng'ir ishtonchalar. Assalomu alaykum. Qanchadan beryapsizlar? 6,5 pachkaga. Shu emasmi? 6,5 ming so'mdan ekan. Bunisi ham bu ham, ha? Bu qo'ng'ir ham, bu ham 6,5 ming so'mdan ekan. Qalingina ekan, ichi nachos. Narxi 6,5 ming so'mdan ekan. İçi nima ekan? Nachosdan ham qalin ekan, ha? Nachosdan qalin. Movilirlar bor. 4 mingdan. Kamaytirib beraman buni ham. Ko'p olganlarga kamaytirib beramiz deyishyapti, villar ekan. Bular standartda bir 5-6 yoshliga bu. 4 yoshlar atrofida. 7 yoshgacha tushadi. 7 yoshgacha tushadi deyishyapti. Pachkadan 10 tadan bilan. Bu sizga bu, ha? Nomer qo'yakmi YouTube'ga? 3,5 ming. Ha? 3,5 mingdan. Bular 3,5 ming so'mdan ekan. Qilib beraveraman. 3,5 ming qilib beraveraman deyishyapti. YouTube'ga nomer qo'yakmi? Qo'yavering 88. 88lik 844 844 4005 raqamiga aloqaga chiqinglar. Polisterlar ham bor. Polisterlar ham bor deyishyapti. O'rta qalin, ha, polister, ha? O'rta qalinlikda polisterlar bor deyishyapti. Mana uni ko'ring. İçi mana undan-da. Hali ichi
Üçükmi? Ekipmi deydi. Katta ekan. Bular nech pul? Bularni 3,5 ming qilib beraveraman bularni. Shu kattan 3,5 ming a? Ha, shu katta ishdan 3,5 mingdan qilib beramiz deyishyapti. Agar ob'yomda olib qo'ysalar, yaxshi sotasizlar. Bular shu fevral, mart oylariga kiysa bo'ladigan, hozir ham kiysa bo'ladi, qalingan ekan. Agar ob'yomda olib qo'ysalar, rosa nima deydi, foyda qilasizlar bundan. Narxi 3,5 ming so'm deyishyapti. Bunaqalarni, bunaqa katta razmerda ishlardi. Eng kami 5 ming sotyapti-da, 5 ming, 6 ming, 7 minggacha sotyapti. 5 mingdan hali bahorga chiqqandan keyin bunaqalarni 5 mingdan topish ham qiyin bo'lib qoladi. Nimagaki sezoni boshlanadi, xudo xolasa. Shimchalar. Qanchadan opa shimchalar? Ishtonchalar. 15 ming? 15 ming so'm ekan, razmermi? Nechi? 60, 55, 60. 55 60 ikkitalikmi? Ha. 55 60 razmer ekan, taxminan bir 3 yosh bilan 4 yosh atrofida ekan. Yo'q. Telefon nomer qo'yaymi opa? Nechi? 94lik 551 95 65 raqamiga aloqaga chiqinglar. Monolar qanchadan? Mana gamajlarmi? 18 ming so'm ekan bular. Savdolang bersin. Yo'q, sizlar olganmi u? Ishlang deb ketdim. Ishtonchalar. Assalomu alaykum. Aka charchamayapsiz? YouTube'ga video olayotgandim. Narxlarni. Bular 20 ming so'mdan hammasimi? Hammasi 20 ming so'mdan ekan. Razmeri qanaqa chiqadi? Standart ikkita razmerga tushadi. Standart. Taxminan necha yoshlar? Maktab 46-48 46-48 larga tushaveradi ekan, standart razmer ekan. Shu maktab yoshidagi bir 9-sinflarga atrofida kollej o'quvchilariga tushaveradi deyishyapti. Shu maktab bitiruvchilari, kollej o'quvchilariga tushaveradi deyapti. Nech pul dedingiz? 20 ming so'mdan ekan narxi. Bularchi deyapsiz? 22 ming. Bular 22 ming so'm ekan. Bular ham 3 ta razmer. 3 talik razmer ekan. 4 yoshdan 6 yoshgacha. 4 yoshdan 6 yoshgacha ekan. Nomeringizni qo'yaymi? Nechilik? 99lik 99lik 914 914 56 53. 56 53 raqamiga aloqaga chiqinglar. Ha, Yevropadan ishlab chiqarish. bunimi? Ha. Chap tarafga qarab oxiriga chiqib Ha. Payshanba kuni. Hurmatli YouTube kuzatuvchilar, bu Qo'qondagi ishlab chiqarish optim bozori yakshanba, payshanba kuni bo'lar ekan. Bir sotuvchi akamizni aytishi bo'yicha yakshanba, payshanba kuni bo'lar ekan. Keyin bitta yaxshi tomoni bu bozorga kelsanglar turkni ishlari, nima Xitoy hamma ishlardan topsanglar bo'ladi. Qimmat ishlardan, arzon ishlardan, o'sha shu bozorda bor ishlab chiqarish ishlardan bu bozorda bitta yaxshi tomoni shag'i bor. Mayli o'zingiz uchun, o'zlaringiz uchun ham kiygani bir yaxshi ish olmoqchi bo'lsalar, shu yerga kelsanglar bo'ladi. Stoyanka, keyin Mumtoz degan optim bozorlar bor. Yerda ham o'sha qimmat ishlardan, turk, Xitoy ishlardan sotishadi. Bitta yaxshi qulay tomoni shu. Bitta bir yapashlardan biri. Aka savdongiz bo'lsin, charchamang. Ishtonchalar. Ko'ylakchalar. Kamizachalar. Nech puldan? Bu aka 6 ming ha? Bunisi-chi? Bular 10 ming so'm, ishtoni ham 10 ming so'm ekan, bunlar 6 ming so'mdan ekan. Ishtonchalar-chi? 4,5 ming, 4 ming, vodolaz 6 ming so'm. Buncha tiyon? 10 ming so'm ekan bular. Telefon nomeringizni qo'yaymi YouTube'ga? Bular kimdan? Bular
Assalomu alaykum, hormang. YouTube'ga video olayotgandim. Bular qanchadan? 14 ming so'm ekan, TV pas standartmi bular? Standart bir oy, 1 yoshlar ha, turadi. TV pas 14 ming so'm ekan. Mana TV'liklarchi? Bular ham TV pas ekan ha? 15 ming. Yodim abi 17,5. Bular 15 ming so'm ekan, buni bu tomonlari 17,5 ming so'mdan ekan. 5 yosh. 5 yosh, 7 yosh ekan pachkada. Ishlari mana ko'ryapsizlar, ob'yomda qancha zakaz qilsang chiqarib berishaveradi. Telefon nomeringizni qo'yaymi? Ha, bularmi? Bular chaqaloqlariga ekan, qanchadan? 10,500 so'm beramiz. 10,500 so'mdan ekan chaqaloqlariga. Telefon nomer qo'yaymi? Nechilik? 91lik 203 203 21 32. 21 32 raqamiga aloqaga chiqinglar. Savdolang bersin. Yana bir akamizda mana bunday farqlar. Assalomu alaykum. Ko'ylakchalar qanchadan ko'ylakchalar? Bular ishtonchasidan 20 ming so'm, ishtonchasidan 20 ming so'm, ko'ylak o'zi 17 ming so'm ekan ko'ylak o'zi. Farqlar bor ekan. Bular qanchadan? 7 ming so'mdan. Prop ko'p ketdi-yu. Telefon nomeringizni qo'yaymi? YouTube'ga. Qo'llarim chiqadi. Ha, bo'ldi, xo'p. Charchamang. Ana ko'ylakchalar qaranglar, chiroyli, vahshiy dahshat ishlab qo'yibdi. Buni katta fasollarni ko'rganmiz, bunaqa kichkinasini. O'ta chiroyli ishlab chiqaradi, ishlar qaranglar, bular katta razmerdorlarni juda ham ko'p ko'rganmiz, lekin bunaqa kichkinasini yorib qo'yibdi. Mana 2 yosh, 3 yoshlarga tushadiganlari ham bor ekan. Eng hozirgi kunlarda moda bo'lib turgan materiallardan. Qanchadan beryapsiz ekan uni? Kichkinalarda razmeri qanaqa? Qancha? 20 ming so'm ekan bu. Razmeri qanaqa chiqadi? 4 yosh. Standart. Standart 4 yosh ekan. Bularchi? Buni 28 ming, chekkada 25 ming. 28 ming so'm ekan mana shu uchalasi. Bular ham standartmi? Yo'q, ha, bunisi 6-7 yoshli, kattaroq. Ha, 6-7 yoshlarga tushar ekan, standart ekan. 28 ming so'm. Bu 4 yoshga tushadiganini 25 ming so'm ekan. Bunda kichkinachalarchi 15 ming so'mdan ekan. O'sha hammasi, ha? Mana kichkinalar 15 ming so'mdan ekan. Bular ham standart-a? Bunachi alomi? 40 ming so'm. Bu ham standartmi? Buchi Velvet. 25 ming. Velvet 55 ming so'm ekan. Bu ham standart-a? Telefon nomeringizni qo'yaymi YouTube'ga? 99lik 534 87 01 raqamiga aloqaga chiqinglar. Akamiz ishlardan kerak bo'lsa. Bobashika ham chiqasizmi? Yo'q. Chiqmaysa, aqlga hech ko'rmaganman-da. Akamiz faqat Qo'qon bozoriga chiqar ekan, Bobashika chiqmaydigan. Shuni ham inobatga olib qo'yinglar. Tepas ishlar, ishtonchalar. Tugmali ro'moldan ham ko'pchilik so'rayapti. Qanchadan beryapsizlar bu ishlarni? 30 ming so'm ekan bular, razmerimi? 44, 46 razmer ekan, shu bir maktab yoshlariga ekan. Kattasi-chi? 45 ming, bu ham razmerimi? 48, 50, 50 ekan. Bu-chi kattasi? 65 ming. Buni razmeri-chi? 58, 60, 62 ekan razmeri. Ishtonchalar-chi? Ishtonchalar 3 ming? Ishtonchalar 3 ming so'm ekan. Bir yil arzon bo'lib ketyapti ishlar. Ishtonchalar 3 mingdan top bo'lmasdi. Ishtonchalar 3 ming so'm ekan ishlar, qaranglar, qalingina. Eng kam 5 ming sotiladigan ishtonchalar 3 ming so'm. Mana ro'mollardan bittasi. Tashqarida bu ro'mol qancha? Shakar 15 ming. Ular 15 ming so'mdan ekan, to'qima
Ro'mollar. Ko'proq olsa 16 million. Voy, yana ko'proq olsa 12 ming so'mdan. Rasvetkalar turli tumanlardan bor ekan. Bo'chi tevapas. 15 million. Tevapas 15 ming so'm ekan. 10 million beraveramiz. Bunimi? Tevapasi 10 ming so'm qo'yaveramiz deyishyapti. 10 ming so'm. Bitta ishtoncha tipda tevalik puli. Ko'p olsa hammasini olsa deyapti, 10 ming so'm qilib beramiz deyishyapti. Ani nimachi yo'li bor ishtonchalar? 2 ming so'm. Voy. 2 ming so'm. 2 ming so'm ekan. Ekan rasprodajarni ham yorib qo'ydi lekin. Telefon nomeringiz nechilik? Telefon nomerimiz 90. Telefon nomerlar 90lik. Nechi? 304 304 35 11. 35 11 raqamiga aloqaga chiqinglar. Ha. Bularni ham agar telefon qilsanglar, bularni ham arzon qilib beradi agar ob'yomda olsalar, nimagaki ko'p ishlarni ham arzon qilib beryapti.